Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Skanaway bob birinchi masalaning yechimini ko'rib chiqamiz. To'g'ri burchakli uchburchakka aylanash chizilgan. Urinish nuqtalari gipotenuzdan 5 va 12 kesmalariga ajratsa, uchburchakning katetlarini topishimiz kerak. Aylanaga o'tkazilgan urinmalar o'zaro tengligiga asoslangan holatda AE bilan AF, BE bilan BD, CD bilan CF kesmalar tengligini bilamiz. Demak, AE 5 ga teng bo'lsa, AF ham 5 ga teng, EB 12 ga teng bo'lsa, BD ham 12 ga teng. CD va CF ni X deb belgilab oldik va shu belgilanganlarga asosan biz to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozdik. Va yozish natijasi hosil bo'lgan oxirgi tenglamamiz x kvadrat plus 17x minus 60 teng 0 ko'rinishga keladi. Endi bu tenglamani yechsak x teng minus 20 va x teng 3 degan yechimlar kelib chiqadi. Uchburchakning tomonlari manfiy bo'lmaydi, shu uchun minus 20 degan javob olinmaydi. X teng 3 ni olamiz. BC tomonimiz x plus 12 ga teng, ya'ni 15. AC tomonimiz x plus 5 ga teng, bu esa 8 ga teng.